Butun dunyoni larzaga solgan COVID-19 ga ham deyarli 6 yil bo'libdi. Ehtiyot bo'ling. Go'yo kecha bo'lgandek. Tarixda muhrlangan bu voqea xotiramizdan juda tez o'chib ketmadimikin? 2019-yil butun dunyo vahimada va dahshatda. Ko'chalar bo'm-bo'sh, shaharlar jimjit. Har kuni yangiliklar, raqamlar, yo'qotishlar va qo'rquv. Bir-birimizdan qochib yurgan kunlarimiz ham bo'ldi. Oddiygina quchoqlashish, ko'rishish orzu bo'lib qoldi. Uylarimizga qamalib, sabr bilan yashadik. Kimdir ishidan ayrildi, kimdir yaqinidan, kimdir esa hayotga bo'lgan ishonchidan. Ammo Xudoyim ishlari ajib. O'sha dahshatli kunlarda ham bizga ko'p narsani o'rgatdi. Biz sekinlashdik. Oilani, yaqinlarni boshqatdan kashf qildik. Oddiygina nonning, osida tongning va sog'liqning qadriga yetdik. Uyda turib ishlashni, yaqinlarga qo'ng'iroq qilishni, yordam so'rashni ham, yordam berishni ham o'rgandik. Xullas, inson bo'lib yashashi kerakligini esladik. Keyin hammasi tugadi. Biz yana shoshildik, yana unutdik. Go'yoki o'sha kunlar hech bo'lmagandek. Aslida esa shu kunlar tufayli ko'pchiligimiz insoniylikka qaytgandik, mehribonroq edik. Masala shundaki, kimdir buni odatga aylantirdi, kimdir esa unutdi. Ha, inson unutuvchan. Shuning uchun ham bugun bu mavzuni ko'tardim. Dilni xira qilish uchun emas, avvalo o'zimga va sizga eslatish uchun. Aytgancha, bizda like, obuna mutlaqo tekin, lekin sizning mehringiz bebaho. Xayrlashmadiga, ko'rishguncha.